Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi hamda Yaponiyaning yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi hamkorligida yuqori darajadagi xalqaro muloqot bo'lib o'tdi. Anjuman Markaziy Osiyo shaharlarini iqlim o'zgarishi oqibatlariga va tabiiy ofatlarga nisbatan yanada barqaror hamda xavfsiz qilishga qaratilgan 2 mintaqaviy loyiha doirasida tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston va Yaponiya mutaxassislari, hukumat vakillari hamda soha ekspertlari shaharsozlikni zamonaviy iqlim talablariga moslashtirish masalalarini muhokama qildilar. Yaponiya davlati bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalar doirasida hozirgi kunda Ekologiya qo'mitasi havo sifatini monitoring qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirib kelinyapti. Bu borada hozir respublikamizda avtomatik monitoring stansiyalarni o'rnatish orqali shu aholiga beriladigan ob-havo sifati to'g'risidagi ma'lumotlar olinishi hamda ularni uzluksiz monitoring markazlariga uzatilishi amalga oshirilib kelinyapti. Shuning bilan birga qo'shni davlatlardan kirib keladigan chang hodisalarini aniqlash bo'yicha ishlar ham amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha Toshkent shahrida namuna olish avtomatlashgan uskunalari o'rnatilish ishlari amalga oshirilyapti. Asosiy e'tibor seysmik xavfsizlikni ta'minlash, suv toshqinlarini oldini olish va xavf-xatarlarni oldindan baholaydigan shaharsozlik modellarini joriy etishga qaratildi. Muloqot davomida yaponiyalik ekspertlar tabiiy ofatlarga qarshi kurashish bo'yicha o'zlarining boy amaliy tajribasi bilan bo'lishdilar. O'z navbatida O'zbekiston vakillari Toshkent va Namangan shaharlarida amalga oshirilayotgan milliy strategiyalar va hayotga tatbiq etilayotgan amaliy chora-tadbirlar haqida ma'lumot berishdi. Markaziy Osiyoda UNDP Yaponiya hukumati ko'magida ikkita loyihani amalga oshirmoqda. Ulardan biri shaharlarning tabiiy ofatlarga chidamliligini oshirishga, ikkinchisi esa zilzilalarga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan. Bugun Toshkentda Yaponiya va O'zbekiston vakillari ishtirokida tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va tajriba almashishga bag'ishlangan yuqori darajadagi muloqot bo'lib o'tmoqda. Tadbirda Yaponiya xususiy sektori vakillari ham ishtirok etib, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha o'z tajriba va yechimlarini namoyish etmoqda. O'zbekistonda loyiha Favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Pilot shahar Namangan. Bu yerda tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga moslashuv masalalari shaharsozlik jarayonlariga integratsiya qilinmoqda. Tadbir yakunida erta ogohlantirish tizimlarini takomillashtirish, institutsional salohiyatni oshirish va mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha qo'shma tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu sa'y-harakatlar Markaziy Osiyo aholisi uchun barqaror va xavfsiz kelajak poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi.